Xitoyning 2017-yili boshlangan Uyg'ur elidagi cho'ng tutqunida bir qancha milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa musulmon turkiy millatlar uning bu rayondagi istibdodlik boshqurish siyosati ichida tutqun qilingan. Tashqi dunyo faqat o'tgan yili 5-oyda oshkorlangan Xitoyning Xinjiang soqchi hujjatlarida bu sistemaning ko'lamining qanchalik cho'ng va qo'rqinchli ekanligidan xabar topgan edi. Navbatda Xitoyning rayondagi nazorat sistemasining ko'lamini oshkorlab bergan bu hujjatlar yangi bir bosqichga kirdi. Ma'lum bo'lishicha, Amerikadagi Kommunizm qurbonlari xotira fondi Xitoyning Xinjiang soqchi hujjatlaridagi ismlarga asosan to'rda izlash motori yasab chiqib, 9 fevral kundan boshlab rasmiy ommaning foydalanishiga sungan. Mazkur to'rdagi izlash motori kishilarni Xitoy soqchi hujjatlaridagi urug' tuqqan oila a'zolari yoki boshqa shaxslarga oid tafsiliy uchurlarga erishish imkoniyatiga ega qilgan. Kommunizm qurbonlari xotira fondining bayonotida ko'rsatilishicha, kishilar Xinjiang odam izlash quroli nomli izlash motoridan Xinjiang soqchi hujjatlaridagi 700 mingdan ortiq kishining arxivini topa oladi ekan. Bayonotda bu sonliq ma'lumotlar Xinjiangdagi soqchi kompyuterdan elingan Uyg'ur elida Xitoyning kishilik huquq ziyonkashligi uchurg'ichi kishilarga oid maxfiy hujjatlarni o'z ichiga oladiganligi, buning bir qitimliq intayin muhim hakkerlash harakati ekanligi bildirilgan. Amerika ismli xabarlar to'ri CNN'ning bildirishicha, o'tgan yili 5-oyda e'lon qilingan Xinjiang soqchi hujjatlari hakkerlar shu qitim qo'lga tushgan hujjatlarning faqat oz bir qismi bo'lib, qolgan hujjatlarga qarata yana ilgirlab ilib berilgan tekshirishlarda uning to'liq mazmuni oydinlashgan. Xabarda 11,477 parcha hujjat va minglagan rasmlardan 830 ming kishining oshkorlanganligi bildirilgan. Kommunizm qurbonlari xotira fondining aytishicha, Xinjiang odam izlash quroli nomli to'rda odam izlash motorini mazkur organning oliy darajalik tadqiqotchisi Adrian Zenz va uning xizmat guruhi necha oy vaqt sarf qilib yasab chiqqan. The search engine, hoping it will provide the Uyghur diaspora information about family members back home in Xinjiang.